shifokoringizni qanchalik saviyasi yuqori va bemorlarga nisbatan qanchalik samimiyligini bilishni xohlaysizmi? Unda mana shu 3 ta xislatiga diqqat bilan e'tibor bering. 3-xislat uncha-buncha shifokorda topila olmaydi. Agar fikrlarim noto'g'ri bo'lsa, o'z fikringizni kommentariyaga yozib qoldiring. Birinchisi, eng kerak bo'lgan zarur analizlarni sizga yozib berishadi. O'ta qimmat turadigan analizlarni topshirishlikka majburlashmaydi agar kasalligingiz juda ham jiddiy bo'lmasa. Ikkinchisi, imkon qadar tabiiy yo'l bilan sizni davolashlikka harakat qiladi. Sun'iy, sintetik dori vositalaridan kamroq foydalanadi. Va uchinchisi, dardingizga shifo topganingizdan keyin siz bilan suhbatlashadi. Aka yoki uka, mana dardingizga shifo topdingiz, yana shu kasallik qaytmasligi uchun, yana meni oldimga kelib millionlab pul sarflamasligi uchun siz mana bu kerak bo'lgan mineral vitaminlarni doim iste'mol qilib turing. Sport bilan shug'ullanib turing, zararli odatlaringizni tark eting, vaqtida uxlashni odat qiling. Chunki bu kasalligingizni kelib chiqish asl sabablari mana shular. Shunga rioya qilmagansiz, siz bu kasallikka kelgansiz. Shularga amal qilasiz, yildan yilga sog'lomlashib boraverasiz deb sizga chiroyli yo'lni tushuntiradi, siz bilan xayrlashadi.